Ona? Shu bozor o'charim ko'payib, xaltalarim og'irlashib qolganini sezmay qolibman. Shu keyin qilaverarsan, ishingni kelib menga qarashib olsang bo'lardi. Men shu yerda qimirlamay seni kutib turaman. Ona, uydan bozorgacha bir qadam-ku. Robbim senga boshqa ishim tushkulik qilmasin. Mani hozir vaqtim yo'q, ketishim kerak. Mayli. O'zim biramanlarman. Alo? Qo'ng'iroq qilsam ko'tarmadingiz. Onam bilan gaplashayotgandim. Tinchlikmi? Bu narsa bo'ldimi? Yo'q, bozorda ekanlar. Borasizmi? Yo'q, sen tayyor bo'lib tur, 15 minutda oldingda bo'laman, xo'p? Xo'p. Kelmadi. Ona. Assalomu alaykum. Uka, ushbu raqam egasini taniysizmi? Onamning raqamlari. Onangiz avtohalokatga uchrabdilar. Hozir shifoxonadalar. Nima dedingiz? Qo'l telefonlariga qarasak, oxirgi marotaba siz bilan gaplashgan ekanlar. Shunga sizga qilaverdik. Qayerdasiz? 10 daqiqada yetib boraman. Hayır. Dev bakacağız mı? Öyle. Mavlarga. Onamni qo'rqitmanglar. Qo'rqitdi. Qaysari meni olib ketgani kelsam bo'lmasmikan? Yaxshi ko'rgan taomlaring tayyorlamoqchi edim. Tayyorlab berasiz. Juda haqni tayyorlab berasiz. Bir sekundda noxush qoldim nimaga? Ey, mehribonim. Sizni yaxshi ko'raman. Endi har kuni o'zim sizni olib kelaman. Umuman og'ir narsa ko'tarmaysiz. O'zim doktorlarga qarayman. Mana kapelitsalar ham qilibdi-ku, ayjon. Hoyjon. Doktor! Doktor, hoyim. Doktor! Doktor, hoyim. Hoyim, men boshimni qilmayman. Onajon, yaxshi bola bo'laman. Yoram! Kechir meni, boshimni qilmayman. Boshqa chiqirganingizda kelaman. Nima qilib qo'yding? Nahotki bir soat avval aynan shu onasini deb asabiylashgan bo'lsa, qandaydir bir qiz bilan uchrashaman deb onasiga yordam berishni ko'p bildi. Koshki edi nadomat chekishimizdan avval onalarimizning qiymatlarini bilsak. Ey farzand, shuni yaxshilab o'qib ol. Kimki onasining oyog'i ostida xizmatkordek yashasa, qavmning boshi ustida sayyid bo'lib yashaydi.